Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanor kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 32-dars. Mavzuyimiz ko'p xonali sonni ko'p xonali songa ko'paytirish. 101-betni ochsangiz, u yerda bizda 10 va 11 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 10-vazifamizni o'qiymiz. Ko'paytirishni ustun ko'rinishda bajaring. Demak, bizda 6 ta masalamiz bor. Biz bularni hisoblab chiqamiz. Javobini bu yerga sig'masa kerak. Chunki javobini bu yerga qo'shmaymiz. Qani edi 5 va 6. Bittadan hisoblashni boshlaymiz. Demak, birinchi sonimiz bizi 37037 ni birinchi deb qo'yaman. 37037 ni ko'paytirar ekanmiz 24 ga. Hisoblaymiz. 4 kare 7 miz bizda 28. 8 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 4 kare 3 miz 12. 2 mizni qo'shsak 14 bo'ladi. 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 kare 0 miz 0. 1 mizni qo'shsak 1 bo'ladi. 4 kare 7 28. 8 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 4 kare 3 miz 12. 2 mizni qo'shsak 14 bo'ladi. Endi 2 ga ko'paytiramiz. 2 kare 7 miz bizda 14. 4 ni yozib qani edi? 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kare 3 miz 6. 1 mizni qo'shsak 7 bo'ladi. 2 kare 0 miz 0. 2 kare 7 21. 1 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 2 kare 3 miz 6. 2 mizni qo'shsak 8 bo'ladi. Hisoblaymiz. Xo'sh. To'xtab turingchi, xato kelib ketmaydimi? Bitta tekshirib olaylik. 2 kare 7 miz bizda 14, 2 kare 3 miz 6, 1 mizni qo'shganmiz, 2 kare 0 miz 0, 2 kare 7 miz bizda 14. Ku nimaga men bu yerda bir qilib qo'ydim? Qarang. 2 kare 7 miz bizda 14 bo'ladi, ya'ni 4 ni yozib 1 ni eslab qolishim kerak edi. 2 kare 3 miz bizda 6, 1 mizni qo'shsak 7 bo'ladi. Endi to'g'ri bo'ldi. Adashib ketib qoldik ozgina. Keyin to'g'riladik, mayli. Qo'shamiz har bitta sonni bir-biriga. Ya'ni tevadan 8 miz tushib keladi. 4 plus 4 miz 8, 1 plus 7 miz 8, 8 plus 0 miz 8, 4 plus 4 miz 8, voy, 1 plus 7 miz 8. Chiroyli son chiqib keldi. Ya'ni 888. Bu bizning birinchisini javobi bo'lyapti. Ikkinchisini ishlaymiz. Xo'sh, ikkinchisida 3 xonali sonlar bo'lyapti. 735 ni 392 ga ko'paytirar ekanmiz. 735 yozamiz. 735 ko'paytirilgan 392 ga. Ko'paytirilgan 392 ga. Juda ham adashib qolish oson bu yerda. Shunga shoshilmasdan hisoblang. Ko'rib turibsiz, o'zim ham adashib ketyapman, ha? 5 kare 2 miz birinchisi bizda, 5 kare 2 bizda 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kare 3 6, 1 mizni qo'shsak 7, 2 kare 7 miz 14. 9 ga ko'paytiramiz endi. 9 kare 5 miz 45. 5 ni yozib 4 ni eslab qolamiz. 9 kare 3 miz 27, 4 mizni qo'shsak 31 bo'ladi. 1 ni yozib endi 3 ni eslab qolamiz. 9 kare 7 bizda 63, 3 mizni qo'shsak 66 bo'ladi. Keyingi sonimiz 3 bo'lyapti. 3 kare 5 miz 15, 5 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 3 kare 3 miz 9, 1 mizni qo'shsak 10 bo'lyapti. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. Oxiri 3 kare 7 miz 21, 1 mizni qo'shsak 22 bo'ladi. Endi bu sonlarni hammasini bir-biriga qo'shamiz. Tevadan birinchi sonimiz 0 tushib kelyapti. 7 plus 5 miz bizda 12, ikkisini yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 1 miz 5, 5 plus 5 miz 10. Tagidaga 1 ni ham qo'shib olsak 11 bo'lyapti. 1 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. Endi 1 ni 6 ga qo'shamiz. Mana 1 ni 6 ga 7 bo'lyapti. 7 ga 0 qo'shsak 7, tagidaga 1 ni ham qo'shib olsak 8. Endi 6 plus 2 miz 8 va oxirgi sonimiz tevada 2 qolib ketyapti. Demak, javobi bizda necha bo'lyapti ekan? 288.120. Bu bizda ikkinchisining javobi.
Qani joyimiz bormi? Voy, o, xotirjam ekan-a. Xotirjam sig'ar ekan. Lekin sonlarimiz ham juda ham katta. Shunga sig'may ham qolishi mumkin. Qani qizil bilan yozib. Xo'p, 3-chisini ishlaymiz endi. 308.207 ni ko'paytiramiz 72 ga. Hisoblaymiz endi buni. 2 kara 7 miz bizda 14 ni beradi. 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kara 0 imiz 0, birimizni qo'shsak 1 bo'ladi. 2 kara 2 imiz 4, 2 kara 8 imiz 16, 6 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kara 0 imiz 0, birimizni qo'shsak 1 bo'ladi. Va oxiri 2 kara 3 imiz 6. Endi 7 ga ko'paytiramiz. 7 kara 7 bizda 49, 9 ni yozib 4 ni eslab qolamiz. 7 kara 0 imiz 0, 4mizni qo'shsak 4 bo'ladi. 7 kara 2 14, 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 7 kara 8 imiz 56, tagidaga 1 ni qo'shsak 57 bo'lyapti. Ya'ni 7 ni yozib 5 ni eslab qolamiz. 7 kara 0 imiz bizda 0, 5imizni qo'shsak 5 bo'lyapti. Oxirgi sonimiz 7 kara 3 imiz 21. Endi hammasini bir-biriga qo'shib chiqamiz. Demak, 4 imiz tushib keladi devadan. 1 plus 9 imiz 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 4 plus 4 imiz 8, birimizni qo'shsak 9 bo'ladi. 6 plus 4 10, 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 1 plus 7 imiz 8, birimizni qo'shsak 9 bo'ladi. 6 plus 5 imiz 11, 1 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. Oxiri 1 ni 1 qo'shsak 2 va 2 o'zi tushib keladi. Va javobi bizda voy bu necha bo'lyapti ekan? 22.190.904. Ko'rib turibsiz, sonimiz juda katta. Shuni shoshilmasdan qarab, o'zingiz ham hisoblashga harakat qilib ko'ring. O'tgan video darslarimizda ham adashmasam aytib o'tib ketganman. Hisoblayotganda iloji boricha videoroligimizni pauzaga qo'yib, ya'ni to'xtatib, o'zingiz hisoblab ko'ring oldin. Keyin hisoblab bo'lganingizdan keyin pauzani qo'yib yuborasiz, videorolikni ko'rasiz, to'g'ri ishlayapsizmi yoki yo'qmi. Shu holatda siz o'zingiz ham o'rganishni boshlaysiz. Osongina tayyor narsani ko'chirib qo'yishdan hech qanaqa foydamiz yo'q. Biz bu yerda o'rganishimiz kerak, ha? Keling 4-sini ishlaylik endi. 6032 ni ko'paytirar ekanmiz 113 ga. Hisoblaymiz. 3 kara 2 bizda 6, 3 kara 3 imiz 9, 3 kara 0 imiz 0, 3 kara 6 18. 1 ga ko'paytirganda sonimiz o'zgarmaydi, ya'ni 2, 3, 0 va 6. Xuddi shunday endi ikkinchi 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 2, 3, 0 va 6. Hammasini bir-biriga qo'shamiz. Devadan 6 tushib keladi. 9 plus 2 imiz bizda 11, 1 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 0 plus 3 3, 3 plus 2 5, tagidaga 1 qo'shsak 6 bo'ladi. 8 plus 0 imiz 8, 8 plus 3 endi 11, 1 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. Endi 1 plus 6 7, 7 ga 0 qo'shsak 7 bo'lib qoladi. Tagidaga 1 qo'shsak 8. Endi oxirida 6 imiz qolyapti. Ya'ni 681.000 qani edi? 616 bo'lyapti. Javobini tagini qizil bilan bo'yab qo'yay. 681.616. Bu bizda 4-sini javobi bo'ldi. Qani edi? Xo'sh, keling ajratib ham olaylik mana shu joyini. Qani tekislanarmikan? Tekis bo'lib qoldi. Yana ajratib qo'yamiz. Sal qiyinroq bo'ldi, lekin mayli, tushunsa bo'ladi. 5-sini ishlaymiz. 5 deb yozaman. Ya'ni 45.657 ni ko'paytirar ekanmiz 234 ga. Sonimiz katta, adashib ketish juda ham oson. Shoshilmasdan hisoblaymiz. 4 kara 7 imiz 28, 8 ni yozib 2 ni eslab qolamiz. 4 kara 5 imiz 20, 20 ga 2 ni qo'shsak 22 bo'lyapti. 2 ni yozib
ikkisini eslab qolamiz. 4 kare 6miz 24. 24 ga 2mizni qo'shsak bizda 26 bo'lyapti. Ya'ni 6 ni yozib, yana 2 ni eslab qolamiz. 4 kare 5imiz 20. 2mizni qo'shsak 22. 2 ni yozib, 2 ni eslab qolamiz va oxirida 4 kare 4imiz 16. 2 ga qo'shsak 18 bo'ladi. Keyingisi 3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 3 ni 7 ga. 3 kare 7imiz 21. 1 ni yozib, 2 ni eslab qolamiz. 3 kare 5imiz bizda 15. 2mizni qo'shsak 17 bo'lyapti. 7 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 3 kare 6 18. 1mizni qo'shsak 19 bo'ladi. 9 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 3 kare 5imiz 15. Tagidaga 1 ni qo'shsak 16 bo'ladi. 6 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. Oxiri 3 kare 4imiz bizda 12. 1mizni qo'shsak 13 bo'ladi. 13. Xo'p, 2 ga ko'paytirib bo'ldik. Endi 3 ga ko'paytirib bo'ldik. Endi 2 ga ko'paytiramiz. 2 kare 7 bizda 14. 4 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 2 kare 5imiz bizda 10. 1mizni qo'shsak 11 bo'ladi. 1 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 2 kare 6 bizda 12. 1mizni qo'shsak 13 bo'ladi. 3 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 2 kare 5imiz 10. 1mizni qo'shsak 11 bo'ladi. 1 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. Oxiri 2 kare 4imiz 8. 1mizni qo'shsak 9 bo'ladi. Xo'sh, adashib ketmadikmi? Adashib ketmadik. Keling, har bitta sonni endi hisoblab chiqamiz. Ya'ni bizda nima bo'lyapti? 8imiz tevadan tushib kelyapti. 2 plus 1imiz 3. 6 plus 7 bizda, ya'ni mana bu yer aytyapman. 6 plus 7 bizda 13. 13 ga 4 qo'shsak bizda 17 bo'lyapti. 7sini yozib, 1 ni eslab qolamiz. Keyin 2 plus 9imiz bizda 11. 1 ni qo'shsak 12. Tagidaga 1 ni qo'shsak 13 bo'ladi. 3 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. Keyin 8 ni 6 ga qo'shyapmiz. 14. 14 ga 3 qo'shsak, xo'p, 17. Tagidaga 1 ni qo'shib olsak 18. 8 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 1 plus 3imiz mana bu yerda. 1 plus 3imiz bizda 4. 4 ga 1 qo'shsak 5 bo'ladi va tagidaga 1 ni qo'shib olsak 6. Oxirgisi 1 plus 9imiz 10. Voy, yana katta sonimiz chiqdi. Demak, javobi bizda qarang, 10,683,738. Sonimiz juda ham katta. Adashib ketish juda ham oson. Xo'sh, 6-sini hisoblaymiz. 6 deb yozaman va bu yerda ham sonimiz katta chiqsa kerak. Xo'sh, 4903 ni ko'paytirar ekanmiz 928 ga. Hisoblaymiz. 3 plus 3 plus deyishibman. 3 kare 8imiz 24. 4 ni yozib, 2sini eslab qolamiz. 8 kare 0imiz 0. 2mizni qo'shsak 2 bo'ladi. 8 kare 9 72. 2sini yozib, 7sini eslab qolamiz. 8 kare 4imiz 32. 32 ga 7mizni qo'shsak 39 bo'ladi. Keyingisi 2 ga ko'paytiramiz endi. 2 kare 3imiz 6. 2 kare 0 0. 2 kare 9 18. 8 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 2 kare 4imiz bizda 8. 1mizni qo'shsak 9 bo'ladi. Oxirisi qoldi, ya'ni 9imizni 3 ga ko'paytiramiz bu yerda. Xo'p, 9 kare 3imiz bizda 27. 7 ni yozib, 2 ni eslab qolamiz. 9 kare 0imiz 0. 2 ni qo'shsak 2 bo'ladi. 9 kare 9 81. 1 ni yozib, 8 ni eslab qolamiz. Oxiri 9 kare 4imiz 36. 36 ga 8 ni qo'shsak 44. Endi hamma sonlarni bir-biriga qo'shib chiqamiz. Tevadan 4imiz tushib kelyapti. 2 plus 6imiz 8. 2 plus 0 2. 2 ni 7 ga qo'shsak 9. Endi 9 plus 8imiz 17. 17 ga 2 ni qo'shsak 19 bo'ladi. 9 ni yozib, 1 ni eslab qolamiz. 3 plus 9imiz 12. 12 ga 1 qo'shsak 13. 13 ga tagidaga 1 qo'shsak 14.
to'rini yozib, birini eslab qolamiz. Endi tevadagi to'rini birga qo'shsak 5 va bitta to'r qolib ketyapti. Ya'ni javobi bizda qani edi? 4 million 549.984. Menimcha juda qiyin sizlarga anaqa berilgan uy vazifa. Vaqt oladigan vazifamiz. Lekin yaxshi hammasini ishlab oldik. Shoshilmasdan, chiroyli qilib endi daftaringizga yozib oling. Va keyingi vazifaga o'tishdan oldin albattagina video roligimizga like ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 11-vazifamizga o'tamiz. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur Maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. YouTube va Telegram kanallarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, biz 11-vazifamizni o'qiymiz. Aziza dugonalari uchun bir xil sovg'alar olmoqchi. Daftar, qalam, taqvim. Bitta taqvim 7895 so'm, qalam undan esa 3786 so'm arzon turadi. Daftar narxi esa taqvim va qalamning umumiy narxiga teng. Aziza 8 ta sovg'a uchun jami qancha sarflashi kerak? Demak, biz Aziza qizimiz sovg'a sotib olyapti ekan. Bizni nimalar sotib olmoqchi? Birinchisi bu daftar, qalam va taqvim. Bitta taqvimning narxi 7895 so'm ekan. Keling shuni yozishni boshlaymiz. Yozaman. Taqvim deyman. Taqvim narxi bizda 7895 so'm ekan. Qalam undan esa 3786 so'm arzonroq ekan. Yozamiz. Qalam deymiz tagiga. Narxini biz bilmaymiz, lekin bilamizki, nech pulga ekan? 3786 so'mga arzonroq taqvimdan. Daftar narxi esa taqvim va qalamning umumiy narxiga teng. Uchinchi narsa bizda daftar bo'lyapti. Daftar narxi ham noma'lum, lekin biz bilamizki, uni narxi teng mana bu narxga. Va Aziza 8 ta sovg'a sotib olmoqchi. 8 ta sovg'aning narxi, ya'ni qanday qilib yozsak bo'ladi? Hammasini qo'shgan holatda nima qilar ekanmiz? 8 tasi nech pulligini bilmaymiz. Endi hisoblaymiz. Birinchi o'rinda biz sizlar bilan qalamning narxini aniqlab olishimiz kerak. Nima qilar ekanmiz? Ya'ni taqvim narxidan minus 3786 qilamiz. Hisoblaymiz. 1 deb qo'ydim tagiga. 7895 so'mni minus qilamiz 3786 so'mga. Shunda 5 minus 6 qilib bo'lmaydi, 9 dan qarz olamiz. 15 minus 6 bo'lyapti. 15 minus 6 bizda 9. 9'imiz bu yerda 8 bo'lib qolgan tevada. 8 minus 8'imiz 0. 8 minus 7'imiz 1. 7 minus 3'imiz 4. Ya'ni bu nimaning narxi bo'lyapti bizda? Qalamning narxi. Qalamning narxi bizda 4109 so'm bo'lsa, taqvimniki esa 7895 bo'lsa, daftari narxi qarang, bularni jamiga teng ekan. Biz demak nima qilamiz? Ikkinchi qadamimiz biz daftarni taqvim pulini endi qalamning puliga qo'shamiz. Shunda bizning daftarning narxi chiqib keladi. 5 plus 9'imiz bizda 14. To'rini yozib birini eslab qolamiz. 9 plus 0'imiz 9. Birini qo'shsak 10 bo'ladi. 0'ni yozib birini eslab qolamiz. 8 plus 1'imiz 9. Tagidagi 1'ni qo'shsak 10 bo'ladi. 0'ni yozib birini eslab qolamiz. Oxirida 7 plus 4'imiz 11. Tagidagi 1'ni qo'shsak 12 bo'ladi. Ya'ni bitta daftarning narxi bizda 12004 so'm ekan. Qaniydi daftar. Biz sizlar bilan har bitta sovg'amiz narxini aniqladik, ha? Taqvim narxini bilamiz, qalam narxini bilamiz, daftarning ham narxini bilamiz. Bizdan so'rashyaptiki, 8 ta sovg'ani, ya'ni hammasini birgalikda olganda 8 ni ko'paytirib ko'ring va shuni javobini toping deyapti.
Biz sizlar bilan endi har bitta sonni bir-biriga qo'shib chiqamiz. Biz bilamizki, qarang, oldindan hisoblab bo'ldik, a? Daftari narxi taqvim va qalami narxiga teng degani, bu degani 12400 so'mmi? 12400 so'mni qo'shib olsak, shunda mana bu 3 tasini narxini birdaniga topamiz. 12004 ni 12004 ga qo'shishimiz kerak. Nimaga ikkalasiga 12004? Endi agar tushunmayotgan bo'lsangiz, biz daftarimizning narxi bu 12004 so'm. Qalam bilan taqvimni birgalikda olganimizda, uni ham narxi 12004 so'm. Shunga bir-biriga qo'shib olyapman. Ko'paytirsak ham bo'lardi bu yerda, lekin mayli keling qo'shib hisoblasak ham bo'ladi. 4 + 4 imiz bizda 8. Ikkita nollarimiz hammasi tushib keladi. 2 + 2 imiz 4, 1 + 1 imiz 2. Ya'ni bu nimani puli bo'lyapti? 3 ta narsani puli bizda 24800 so'm. Bizdan so'rashyapti, 8 tasi nech pul bo'ladi deb so'rayapti. Endi hozir chiqqan javobni biz 8 ga ko'paytirib olishimiz kerak. 24800 ni 8 ga ko'paytirsak, javobi chiqadi shunda. 8 kere 8 imiz bizda 64. To'g'rini yozib 6 ni eslab qolamiz. 8 kere 0 imiz 0. 6 ni qo'shsak 6 bo'ladi. 8 kere 0 0. 8 kere 4 imiz 32. 2 ni yozib 3 ni eslab qolamiz. 8 kere 2 imiz bizda 16. 16 ga 3 qo'shsak 19 bo'ladi. Ya'ni bizni azizamiz 8 ta sovg'a sotib olmoqchi bo'lsa, 192064 so'm pul kerak bo'lar ekan. Javob deyman. 192064 so'm. Bu bizda jami kerak bo'lgan pulimiz. Shoshilmasdan ko'rib chiqing. Daftaringizga chiroyli qilib yozib oling. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.